kelar bo'lsa boshingga ne? Amir Xudoyberdi so'zi, o'qidi shoira Berdiyorova. Kelar bo'lsa boshingga ne? Azal lavhi falakdandir. Falakning toqida taxti ravon qurgan malakdandir. Malakning qoshimi ko'kda ko'ringan yangi oy yoxud majozu husnining aksi bir tilik handalakdandir. Handalak tashbihi qoshdan ko'ra labga yaqinroqdir. Vali labga tegib talq aylasa tilni palakdandir. Palak ichra kezib dehqon ajab holini bilmaydi. Bu yaldo qismati asli dilu dardi bo'lakdandir. Bo'lak zaxmi bitarmi deb umr hasratda o'tgaymi? Umidsizlik rusumu tersga aylangan tilakdandir. Tilak qilgan esa amri falakdan bir ijobatdir. Ne sutkim bori bil shoir, nozikdan oq bilak